Assalomu alaykum. Gruppamiz a'zolari mana bizga remontga kelgan bitta mягкий mebelimiz, ikkita kreslo, bitta divan. Men buni to'liqroq rasmga olgunimcha bolalar bo'shatib o'sha tayyorlashni boshlashib bu ikkita kreslosi edi. Biz bu qo'llarigacha polni boshqa qilamiz. Qo'llarini bir-bircha qilib hozirgi kundaqa high-tech fasonga o'xshatib boshlab boramiz. Bunisi kinijniy divani. Shu materialdan bo'lyapti. Shuna qilib tikamiz biz. Hali materialni quruq o'zini qoplamaymiz. Bunga machalkani yopishtirib, orqasiga mana fluzilin degan materialdan yopishtirib bir yo'li qilamiz mana. Qalin bo'lib qoladi, o'tirganda ham cho'zilmaydi. Material ancha pishiq bo'ladi, cho'zilishlik xususiyatini yo'qotadi. Assalomu alaykum. Zero Max gruppamiz a'zolari mana sizlarga aytgan divan kresloim bitgan holatini qo'yaman degandim. Materialni ham tikilish holatini ko'rsatgan edik. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi. Qo'llarigacha almashtirdik. Ponni spinka sidinasini birlik bilan qoplab, singan joylarigacha remont qildik. Sizlarda ham shunaqa eskirib ketgan yumshoq mebellar bo'lsa, biz bilan bog'laninglar. Shunaqa holatda yangilab beramiz.